Assalomu alaykum opa, yaxshimisiz? Yaxshi dam olyapsiz sanatoriyamizda? Rahmat. Qayerdan keldingiz? Qashqadaryo viloyati Koson tumanidan. Juda yaxshi. Nima uchun aynan bizni sanatoriyamizda tanladingiz? Bu yerda asosan ishlovchilarning muomalalari juda ham yaxshi, xodimlari. Yana eng asosiy yoqqani gimnastika bilan ertalab jismoniy mashq bilan shug'ullantiruvchi Zubayda opaning mashqlari juda ham yaxshi. Mana bu yerda Hayotxon hamshira bor, singlimiz, juda ham yaxshi muomalalari. Men kelganimdan xursandman. Mana 3 yildan beri shu joyga kelyapman. 3 yildan beri kelasiz. Foydasini sezasiz, a? Yaxshi, juda ham yaxshi. Xo'p, bizda dori-darmon bo'yicha ham mana shu muolaja qilinayotgani sizga foyda beryaptimi? Men ham birinchi kelganimda dori-darmon olishni xohlamagandim. Keyin vrachlar, shifokorlar aytishdiki, bu yer nafaqat sanatoriya, balkim davolanish maskani. Yil davomida masalan ish bilan men asosan o'qituvchi bo'lganim uchun baribir lecheniya kerak bo'ladi. Dori ukolni ham o'z o'rni bor deb maslahat berishdi va har yil shu yerga kelib qon tahlillarini topshirib, shunga yarasha muolajalarni ham olyapman. Juda. Demak, siz xursandsiz. Xursandman, rahmat. Narxi ham juda ham yaxshi. Asosan shuning uchun ham kelyapman. O'qituvchilarda ham yo'q bo'lib. Bizda mos, rahmat.